Kachon iyilikka yetkirmaydi. 3 narsa odamni bu dunyoda halok qilib, bu dunyoda yo'q qiladi. Birinchisi ko'ralmaslik, hasad. Hasad, ko'ralmaslik bu dunyoda sizni yo'q qiladi, ko'ralmasdan hech qachon iyilikka yetmaydi. Hech qachon iyilikka yetmaydi. Ikkinchisi jahon kumanda bo'lgan odam. Ana shu men boshqacha qarab qolib, cho'tto bir narsa qiladi ana shu. Cho't ona ketdi, shu yerda burilib ketdi. Devli jaman kumen kılıyordun, bu seni iyilikке жеткирdi. Üçüncüsü jamanlıkka жоорыган адам. Şu tanam boyda var okşata. Nege нормальный той болгон да. Азыр кыздарга ишениш жок. Күндү ар кандай машина келип атат. Devli jamanlıkка жоору берет. Бул адам ийгиликке жетпей турмады. Ошондуктан ооба бул үчөрү бардыгыбызда бар. Илимдүүбү, илимсизби, жашпы, кары, байбы, бардык адамда бар. Булчу. Эми мунун жарасы, мындан айыгуу кандай болот десе, не дейт? Abu Leys Samarqandi rahmatullohi alayhi aytib, hasad yuragingda qalsin, tilingga chiqarma. Tilingga chiqar. Mashina oldim desa, ichingga eshak o'lib qoldi-da, qonchiga shu bo'ladi. Yulib aytasan, qonchiga shu kelmaydi deb. O'shanday bo'lsa-dagi tilingdan ne qo'yib, qut bo'lsin. Yulib aytasan. Bu olmasa kerak deb birovniki o'zi kerak deb o'tasan. Sotib bersak, buzilib qolsa kim deb o'tasan. Al sırtına çıkmasın, içinde kalsınların sırtına degen, kut bolsun, asıldan samolyot tutursun, siz uşunu mingirine tatıklısız da, deyip